Rektorchilik sohasi ham doktorlik sohasiga o'xshab qoldi. Siz qaysi sohaga o'xshatasiz? Kommentariyada javobingizni kutaman. Qarang, jentral qanotni qarang. Narmanli cho'zilgan, hatto kirasi ko'chgan joylari ham bor. Lekin shunga qaramasdan radnoga to'g'ilaveraman dedim. Endi buni jonlantirish bo'limiga olib qoldik. Bu degani endi radnoga to'g'ilaveramiz. Hamkasblarimiz mana shu kirasi ko'chgan joylarni kosmetika qilib berishadi. Deyarli radno qoladigan umiddaman. Agar sizga shu holat qanchalik darajada sifatli chiqmagani qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1,5 minut, 2 minut vaqt ketgan holat tomosha qilib tursangiz, o'zingiz qanchalik darajada ishimiz sifatliga xolis baho berasiz. Jentrani ham ishlanib yotib oldi akalar. Eslaringda bo'lsa, normalniy cho'zilgan edi, kirasi ko'chgan joylari ham bor edi. Lekin apparatda maksimal holatda eng asosiysi radnoga to'g'rilab berishga harakat qildik. Endi bu kirasi ko'chgan joylar nima bo'ldi deydigan bo'lsangiz, hamkasblaringiz kosmetika qilib berishdi. Hattoki rentgen fonarida ko'ring, qarang chokini mana shu o'zi jin deb taxminan 90% ga haqiqatga yaqin bo'ldi degan umiddaman. Agar sizga shu mehnatimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada shu ishimizga bo'lgan fikrni qoldirib, obuna bosib, repost ham bosib bersangiz ham bizga motivatsiya bo'ladi, paddeshga bo'lgan bo'ladi.